Assalamu alaykum aziz yurtdaşlarım, ekran altındaki qadirli görürmenler. Hamminglarning akşaminglar xayrlik bolsun. Akademiya söhbetining yeni bir sonu bilan huzuringlarda turibdimiz. Programmamizga hoş geldinglar. Hammamizga ma'lum, yaqinqi bir necha kundan buyon butun dunyo, jumladan diasporadagi Uyg'ur va boshqa qarindosh xalqlar vatandagi Xitoy soqchixonalaridan qo'lga tushirilgan nihoyatda maxfiy deb belgi qo'yilgan ba'zi hujjatlarning xabari bilan zilzila keldi. Bu hüccətlər Uyğur qırğınçılığı bilan münasibətlik Xitay hökumətinin zalim, əşədi cinayətlərini yana bir qitim dünyaga tonutdy. Biz öz vətənimizdə, öz tuprağımızda söyümlü xalqımızın qandaq qırğın qılınıyatqanlığını, xorlanıyatqanlığını, öldürülüb yoq qılınıyatqanlığını yana bir qitim kördük və yürəyimiz yana bir qitim dərd ələmə toldu, puçulandı. Bütün dünyadaki asaslı medya, çoğun gez jurnallarda 20. asırdaki bu dehşetli qırğınçılıqның isbatı bolğan saxçı hüccətləri xəbər qılındı, qılınıvatıdı. Bu hüccətlərin aldı bilan hər bir Uyğurniki yaxşı düşünüşü, tonub yetiş gerek dep oylaymiz. Şuna biz bugünkü söhbətimizdə bu hüccətlər qandaq hüccətlər, qandaq qolğa düşürüldü, məzmunu nimə, degenge oxşaş temalarni çöyredigen halda sizlerge bu haqda məlumat berishni maqsad qildik. Bugünkü qimmatli mehmonim Uyghur jamoatchiligi tonush, bütün kuchi bilan Xitoyning jinoyatlarini necha yilning yoqi dunyoga oshkorlash uchun tirishib ishlab kelayotgan Abduvali Ayıp efendim bo'ldi. Abduvali, ekranimizga hoş geldiniz. Rahmat, hoş bulduk. Izchil bu akademiya suhbatlarini qilib kelyapsiz. Bak xo'shman. Davomli anglab turman. Sizning ajringizga rahmat. Ben rahmat etime qilishga tegishli ishlarimiz deb o'ylayman. Tünügün bu programını planlagandık. Bugün ekranga chiqarish haqiqatan sizning darhol vaqt ajratishingiz bilan munosabatlik shundoq bo'ldi. Sizga men ko'p rahmat aytaman. Undaq bo'lsa Abduvali efendim bu hujjatlar qanday qo'lga tushirildi degan savol bilan boshlaylik. Qaynamsa so'z sizda, marhamat. Bu ikki hujjat keyin-keyindan chiqdi. Birsi Konsha noyisining tizimligi. O tizimlikda 10 mingdan ortiq, 10 ming 300 necha kishiningki ismligi, ondan qachon, qayerda, nima sababdan tutildi, hozir nada, qanchalik kesim e'lon qilinib, nada jazo muddati o'tayotidu degan bir hujjat bu. U chiqib, haftadan keyinla ondan ikkinchi bir yurish hujjatlar oshkorlandi. Endi dastlabki Kon shahar tizimligi deyilgani, asli bu bir yurish tizimlik. Birsi 11 mingga yaqin kishilik Konsha noyisining tizimligi, ikkinchisi 18 ming kishilik bizning vatanning har qaysi bulung puchqoqlarga oid tizimlik. Buning hamda bu Konsha noyisiniki mening ko'rishimcha, tadqiq qilishimcha shu 2016-yildan 2017-yili maygacha tutilgan kishilarning tizimligi. Mal 18 ming kishilik tizimlik bizning Abdunum rayonining har qaysi yerlari bilan munosabatli ekan. Uninki 2009dan boshlab 2015gacha tutilgan kishilarning ekan. Hozir endi bizning ko'proq tadqiqotchilarningki va medianing diqqat qilgani bu 10 necha ming kishilik Konsha tizimligi. Chunki shu bir yilning ichida tutilgan kishi butun noy nüfusining 10%ni to'g'ri kelganligi, 20 odamning birisi tutilib ketganligi uchun bu bir ig'ir masala deb tilga olingan. Lekin endi mening qarshimda bu faqat tutilganlarninki faqat bir qismi. Chunki umumiy tutqun 2017-yili 3-oyda boshlangan. Unda bo'lgandan keyin bu tizimlik tilga olinganini faqat 2016-yildan 2017-yilga 5-oygacha. Unda bo'lgandan keyin qolganlar kam. Endi 2017 5-oydan keyin nima ish bo'ldi deganning javobini biz hozir Şinjan soqchi hujjatlari deb ism qo'yilgan keyingi BBC e'lon qilgan hujjatlardan ko'ra olamiz. Uning da deyilgani shu 2017-yil, ya'ni 2018-yili ichida tutilgan kishilarningki ma'lumoti bo'lib, uningda 23 mingdan ortiq kishininki ma'lumoti bor. Endi ikkisini qo'shsak, masalan, 10 mingni qo'shsak, Konsha noyisiniki, keyingi bu 20 mingni qo'shsak, 30 mingdan ortiq odam Konsha noyisidan tutilgan bo'ldi. Konsha noyisi nüfusi 260 necha ming atrofida.
Shunda bo'lganda tutilgan kishi zodi 10%dan mı eşib ketganligi bu to'g'ri. 12% atrofida deb e'lon qildi Andrian. Shu 12% atrofida deyilgini shu to'g'ri endi. Hmm. Endi bu yana to'liqmi desa, yana to'liq demaymiz. Chunki 2019 tutilganlar bor, 2020 tutilganlar bor va shu 5-oy ichida tutilganlar bor Konshenay'da. Tutilganlar bo'libmi bu biz egillagan ma'lumotda shu 2020-yili 2021-yili sentabrdan boshlab Xitoy o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar umumyuzlik nishon qilingan. Buning ichida bizningki sirtqi oshkorlaydiganimiz bireylan bo'ldi. U Zulyar Yasin degan o'quvchi shu 2021-yili 12-oyning 14-kuni tutilgan. Bu bir misol hamda bundan g'oyib nurg'un bolalar bor. Undan boshqa 2021-yil bo'lgan yana bir ish Xitoy o'lkalarida o'qigan 80-yillardan tortib toki 2017-yilgacha barliq kishilar qayta surishtirilgan. Surishtirilib, ularmi shu ularning ba'zilari rahbarlik o'rinlarida ishlayotgan kadrlar ekan, ularmi bir-birlab qayta so'roq qilib tutqun qilingan. Buningga bu 2021-yildagi bu ishning oshkorlanmasligi asosligi nima sabab bo'ldi desa, buningga bu Xitoyninki muxbirlarga faqat 1 oylik viz berdi. 1 oylik viz berdi, muxbirlar bo'lsa 15 kun karantin qoldi. Beijingda. Beijingda 15 kun karantin qilib, ular Urumchiga borsa yana karantin qoldi. Shuning bilan bu muxbirlar bu ishlarni oshkorlayapti. Amaliyotda bu Xitoy o'lkalarida o'qigan o'quvchilar masalan, nima bolalarni olsak, masalan 2000-yillardan boshlangan Xitoy ishkir to'liq o'rta maktablarda o'qigan bolalarni olsakmi 30 ming oshadigan bolalar. Endi biz buningga 80-yillardagidan tortib qo'shib kelsak, buningga kam deganda bir 50-60 ming odamning nimasi chiqadi. Bularning qanchasi tutilib ketdi, qanchasi tutilmadi aniq emas, faqat bizning olgan ma'lumotimizda shu bir bolaning aniq ma'lumotini ola oldik. Oila a'zolari sirtda bo'lganligi uchun tuqqanlari, ya'ni hammasi. Shu hammasi bu ma'lumotni yetkazdi. Shunga u 12% deyilgan ma'lumot faqat 2016dan boshlab 2018gacha bo'lgan yildagi kishilarningki, ya'ni tutqunlarningki statistikasi. Buningdan jiq ekanligini biz taxmin qila olamiz, lekin bu hozirgi karantin, bu qamal o'g'achqa buni isbotlashga hech qanday amalimiz yo'q. Hozirning o'zida bizning vatandan shundoq bir qimmatli material chiqmasa, axborotning bizning Uyg'urlar bu qirg'inchilik haqida xabar berish ehtimolligi intayin to'g'ri. Chunki shu xabarni yozgan John Sudward degan muxbir Xitoydan qo'g'langan. U hozir Tayvanga bora oladi, Xitoyga bora olmaydi. Hong Kongga boradi. Shunda danglik muxbirlar. Undan boshqa masalan bu BuzzFeed'ninki Maga Rajagoptalan degan muxbirmi Xitoydan qo'g'langan. Fransiyalik muxbir Ursula Xitoydan qo'g'langan. Demak, u muxbirlar Uyg'urlarga xabar yozgan muxbirlar Xitoydan ilgari oxir bo'lib qo'g'lanadi. Hozir bo'lsa bular shu karantinga tushidi. Unda bo'lgandan keyin bularningki Uyg'urlar haqida xabar berish ehtimolligi baktuban. Mushunda sharoitda endi dastlabda konser tizimligi va keyin bu Şinjan saqchi arxivlar deb atılayotgan, saqchi hujjatlar deyilayotgan buning chiqishi bek muhim. Bu bizningki hozirgi bo'layotgan qirg'inchilikni pokitlik dunyoga tasvirlab berishda intayin muhim. Biz hammamiz deymiz, shunday bir xil tuyg'u bor. Xalq biladi, gap qilmayotdi deb. Biladi emas, bilmaydi. Chunki bizning tafakkur usulimiz bilan bu g'arb demokratik davlatlaridagi kishilarning tafakkur usuli o'xshamaydi. Biz bo'g'anligiga ishonib turib so'zlaymiz, lekin ular bo'g'anligiga pokitsiz ishonmaydi, davomli gapimizga gumon bilan qaraydi. Chunki ular faqat ko'rgan pokitga, hujjatga ishonadi. Bizning shaxsiy hikoyamizni faqat bir shaxsiy hikoya deb qaraydi. Uning qanchalik asosi borligiga davomli shubhalanib qaraydi. Shunga bu saqchi hujjatlarningki oshkorlanishi va oldingi konser tizimligi va bizning vatanga oid 18 ming kishilik tizimlikning oshkorlanishi
bu dünyani titrekidek bir mühim haber. Yana birisi bunu nima qilib bo'ldi? Buni har qanday yerda paket qilib ishlatib bo'ldi. Chunki hech qanday bir inson 18 ming bo'lsin, mayli 10 ming bo'lsin, kishiningki kimlik nomeri, turishlik adresi, ularning qanchalik kesilganligi, hozir nega qamalganligini uydirib chiqara olmaydi. Unda cho'ng sonliq ma'lumotni uydirib chiqish ehtimoli yo'q. Ikkinchisi, shu kimlik nomeriga asosan soqchilar nima? Muxbirlar buni telefon qilib bir-birlab surishtirgan. Ashlarning hammasi shu adresda rasbur mavjud bo'lgan kishilar. Buning Hozir yo'q. Hozir yo'q. Shuning hammasi buni isbotlangan. Buning aniq ko'rinishi bu. Ha, undaq bo'lsa siz hozir ikki cho'ng hujjat oshkorlandi deyapsiz ya. Birisi mana Kon shahardagi hujjatlar, yana birisi mana soqchi hujjatlari degan bu ayrim endi. Bu Şinjan soqchi hujjatlari degani bu ikki nahiyaga oid. Birisi Qashqar Koncha nahiyasi, ikkinchisi G'uljininki Tekes nahiyasi. Lekin men qarasam shu e'lon qilingan hozirgi 5000 dan ortiq rasm bor degan, uninki 2884 ni e'lon qildi. O rasmlarda shu vaqtgacha birma Tekeslik kishini tanigan odam yo'q. Hammasi Qashqar Koncha nahiyasining odamlari deyilyotdi. Endi shunga o Tekesda qanchalik kishining borligimi bizga sir emas. Yani Tekesda Xitoy nüfusu jiq. Mayli Qozoq, mayli Uyg'ur nüfusiga nisbatan bo'lsin, Xitoy nüfusi yerimdan ortiq Xitoy nüfusi, ya'ni 170-60% Xitoy nüfusi bor. Bu yerda Qozoq nüfusi jiq emas. Uyg'ur nüfusi texmi oz. Unda bo'lgandan keyin burun Uyg'ur jiqdi u yerlarda, hamda keyingi vaqtlarda shu Uyg'ur o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Shu bizning tuqqanlarimiz borda. Bizim tuqqanlarimiz bor. Yani Uyg'ur nüfusu o kadar jiq emas. Şuna menimcha, mening qo'limda aniq nimam yo'q, statistikadek imkonim yo'q, lekin yanada ko'pinchisi nimadir? Ya'ni bizning hozirgacha, masalan, urug' tuqqanlarim toniganlar ichida men Germaniyaga borgan chog'da surishtirib baqdim. Tekeslik Uyg'urlardan toniganlar bormi, rasmli kishilarni desam, yo'q. Buni toniganlarning ko'pinchisi Qashqarninki Toshmiliq, Buloqsu, Opal qatarlıq yerlerden çıktı. Lekin bölek yerlerden kişiler mesela Tekes'ten bir mi kişi bana tondum degan ayet narsa yo'q. Mesela ondan başka bunun içinde soqchilarninki har qaysi kentlarda qilgan manevrlarning rasmlari bor. Bu mu butunlay bizning shundayniki kentlariga. Biz ham cho'ng bo'lgandan keyin bilamiz bunda qarsaqlam bizning ayniki ekan deb. Uning ichida mesela soqchilarninki mesela PowerPoint dars o'tgan nimalarni tatib qo'yapti. Onun için şu biz bildiğin sakçılar şu konçenaristiki Mehmet Tursun Ahmet deb birisi şu sakçı bala aşağıda işleydigan degandek. Ondan başka mesela konçenarlik terbiyeleş merkezlerinki başquruş qoidasi degan narsalar borki, ular şu konçenarisiga oid. Bunun tafsili iznish to'g'ri qildi, lekin mening hamda bayqig'inim shu vaqtgacha hammasi konçenarisiga oid narsalar. Bu konçenarisi Qashqarninki nimasi to'g'ri qildi? Janub tarafiga to'g'ri qildi. Bu bir 260 mingdan ortiq nüfusi bor. Burun Qashqarninki qo'shib olgan nurg'un nimalari, ya'ni bozor va yezillari burun Konçanasi qaraydi. Men cho'ng bo'lsam 300 mingdan ortiq nüfusi bor deyiladi. Keyin uning bir qismi Qashqar shahri qo'shib o'tilgandan keyin hozirgi nüfusi 260 ming atrofida. Bu nima chiqqandan keyin, bu sonliq ma'lumotlar chiqqandan keyin men bunun bir xil o'ylab qoldim, yoki hamma bizning noyi bozorlarimiz ashta jang maydoniga aylanib ketdimi? Xuddi men yashagan, men cho'ng bo'lgan u yurt xuddi jang maydoniga aylanib ketgandekla bir xil tuyg'ib qoldim. Chunki u yerda nimaga uchramagan, zarbaga uchramagan bir oila yo'q. Tizimlikka qarasangiz, masalan, Opal yeza Yag'u kent birinci mahalla manchunchi numar degan bo'lsa, uning kendilla manchunchi numar. Uning kendilla manchunchi numar. Bu yerda xuddi bir uy, xuddi bir planlangan, oldin planlangan, normalda jinoyat o'tkazish nisbati degan narsa unda uy bo'lmaydi. Unda uy jinoyat o'tkazadigan, unda ehtimollikni keltirib chiqarib bo'lmaydi. Mumkin emas. Bu yerda bir tutqun cho'qim, aşağıda yuqoridan bir son tushirib berilgan. Şu songa asosan tutilganligi bilinib turdi. Masalan, uningda
Mening akamning tizimligi bor ekan bu Şinjan saqchi hujjatlari deganda. Buningda birinchisida akamni Xitoycha Daji Reyuan deb optu. Yani Cümbey Daji Reyuan dep optu. Yani zarb berildigan kishilar. Zarba berdigan kishi. İkincisida ondan Wuley Reyuan depti. Wuley Reyuan degani chet elda urug' tuqqanlar bo'lgan, siyosiy jinoyatchilarningki urug' tuqqani bo'lgan, ondan siyosiy jinoyatchilar bilan aloqa qilgan. Shuni ham akamga tushlik ya uning hamda. Shu akamni Wuley Reyuan depti. Bu ikkinchi nimasi. Uchinchisi qarsam akam tutilgan 11.000 akam 11.335-si ekan. Tizimlikda. Demak, akam 11.335-si bo'lganda ekan, uning beshida 11.334 bor deganlik bo'ldi. Shunga buningda faqat nima qildigini hamma material emas, faqat shuning ichidagi bir qismi. Shuning ichidagi o'g'irlar, hamda o'g'irlash desak satildi, haqlanadigan qismi. Haqlanmagan qismi qanchalik uni biz bilmaymiz. Şu bir neçe kategoriyaga ayırganki 5-giçe bar resimlerini ben anca ko'rib chiqdim, tavsiyalar ko'rishga tirishdim. Men tekes degandan keyin qarab baqdim, haqiqatan u yerdan asosan Qashqay tarafdagi kes qildim men bu. Bu arxivlarni sizdan. Bu arxivlar qanday qo'lga tushirildi shu hakkerlar tarafidan deb e'lon qilindi. Undaq bo'lsa bu qo'lga tushirilgan hujjatlar bizning ko'nglimizdan jiq. Asta yani e'lon qilinamda, endi boshqa hujjatlar bor deb qildi. Bu bak jiqkan. Buni dastlabda 2021-yilning oxirida bir qism tadqiqotchi do'stlar ondan bu Jin Bunin bana bu materiallarni avatdi. Men shu noyidim bo'lganligim uchun sen shuni bir ko'rib baqsan deb qarsam shu u emas mening men yashagan yerdagi kishilar ekan. Shuning bilan bu Jin Bunin buni men dedim buni muxbirlarga avatsam bo'lamdi desam bo'ldi dedi. Shuning bilan bu birisi 18.000 kishilik tizimlik. Ikkinchisi bu bizning noyininki 10.000 tizimlikka undan boshqa men tizimliklar bor. Undan boshqa har qaysi yizlarga tizimliklar bor, lekin ular 18.000 va 10.000 kishilikdek rasmiy jinoiy tizimlik emas. Ular masalan namratlik qarashtirish, ondan kasallikning oldini olish degandek tizimlik, lekin shuning ichidami tutilganlar tilga ilingan. Masalan namratlik qarashtirish deb Oyko'lning bir tizimligi va u tizimlikda 10 mingdan ortiq odam bor. Shuning ichiga qarasangiz masalan emgak kuchi yo'q namrat deb yozib, uning yon tarafiga qarasangiz bu emgak kuchi tutib ketilgan. Onda masalan bir yakanga oid yomonjiq hujjatlar bor, Qashqar yakan noyisiga oid. Uningda nima desa, u butunlay namratlikdan qutuldirish bilan Xitoy shaharlariga yo'tkash. Ondan Xitoy shaharlariga yo'tkalgan Ahmad degan bo'lsa, bu mancha yil kesilgan, shu yerdan Xitoyga o'tkalgan. Ondan masalan Arslonbog' yesidagi Samat Namrat sababi oilasidagi amalan tutib ketilgan. Buning hozir bizning faqat da'vatqinimiz aniq shu tutqunlar tizimligi. Lekin bundan boshqa namratlarni yo'lash, majburiy ma'rif, filollik tug'ut, bu emgak kuchlarini yo'tkash, emgak kuchlarini tarbiyalash degan g'oyat bu diniy oshqonlikqa zarba berish. 100 da ko'chat bor buning ichida. Buning ichida faqat shu vaqtcha axborotning dunyoga sunilgani faqat aniq tutqunlar tizimligi. Chunki agar biz boshqa tizimliklar ichidan u nimalarni ayirib chiqadigan bo'lsak, tutqunlarni u yomonjiq. Hozir hamda agar 300 mingga yaqin kishi deb yozibdi-ku, nimada 300 mingga yaqin kishiningki shaxsiy uchuri bor deb. Agar buni hamda shu uning ichida shuni ayirish kerak. Qaysi tutqun emas degan narsani-chu. Buningga bir guruh, bir qo'shin ketadi. Hamda bu nimaninki tadqiqotchilarningki qildigan ishi faqat hozirgi emasdan, faqat shuni ba tayyani e'lon qilish. Hamda tayyani e'lon qilib bo'ldi. Uning keyinida
Мәсәлән, алдыңгы көне маңа bir tədqiqatçı əvətkəndi qalğan şu materiallarını. Mən faqat tordan düşürüb bulaşqılı 7 saat vaxtım ketdi onu. Download qilishqılı. Hazır o'ylayapman buni qandaq qilib buni ko'rib endi buni qandaq qilib buni nimaga sunam, buni axbaratlashtiramiz deb. Buning haqiqatan endi bir ig'ir bir masala. Masalan, hozir bir muxbir bu vaqtda mendan so'rasa, men faqat ko'ryapman deyman, lekin asli bizning bunda bo'lmasligimiz kerak. Bir guruh adamimiz bo'lish kerak. O masalan men deyli emgak kuchlarini silqib o'tkash nomida Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga chechivatganga mas'ul bo'lsam, masalan yana bir qo'pib Uyg'ur bolalarningki yotoqliq maktablarga majburlash masalasiga tutish kerak. Yana birisi ayollarningki namratlikdan qutuldirish nomida Xitoy o'lkalariga, Xitoy shirkatlariga avatish masalasini tutish kerak. Shunday qilib asli buni bir yurish bir insonlar bu vaqtda tadqiqot qilib, ondan buni axborotga sunishimiz kerak. Lekin uqmayman buni endi qanchalik odam buning qiziqdi, men bu vaqtgacha qiziqadiganlar avat baxtim. Lekin avatganlarning hammasi balkim o'zining uydagilarninkini bilib bo'ldi qilgan bo'lishi mumkin. Men bu vaqtgacha texi bir qiz va yana bir aylandan boshqa keyin qaytirib mana bir izlab baqay degan odam chiqmadi. Kanadada bir qiz, andan Shvetsiyada bir aylan bo'ldi, men buni deb biroz nima qildi, hamkorlashdi, odamlarni tepishdi. Lekin qolganlar balkim o'zining oilasidagilarni bilib olgandan keyin bo'ldi qilgan bo'lishi mumkin. Boshqa gap qilmadi. Endi buning bir guruh bo'lish kerak. Buni cho'qim tadqiq qiladigan bir guruh tashkillash kerak ekanda, dastlabki qadamda. Albatta, men o'ylayman bu ishlar masalan inson bunday qilsa-mu bo'ldi. Masalan bir nom chiqarib olay desam bo'ldi. Agar bir tadqiqotchi nom chiqarib olay desa, bir mayli jamiyatshunoslik, mayli har qanday shu bir ijtimoiy fan sohasidagi odam. Agar yurkingiz bo'lsa, bu nom chiqarishning yaxshi fursati. Agar projekt oladigan bo'lsangiz, bu projekt elishning bir yaxshi fursati. Agar doktor o'quvchi olaman, magistr o'quvchi olaman desangiz, bu shularning hammasining yaxshi fursati. Masalan, kishilik huquq sohasida doktor o'quvchi olaman, magistr o'quvchi olaman desangiz, bu materialning o'zi bu yerda biz endi bu akademiya suhbatlari bo'lg'achqa tadqiqotchilarga da'vatimiz bu gaplarni. Sizning doktor o'quvchingizningki bir doktorlik maqolasi yozishiga yetib oshidi. Agar bir magistr o'quvchi qabul qilmoqchi bo'lsangiz, magistr o'quvchingiz oshining ichidagi masalan bir eng oddiy bir masala bir noyiniki Yakan noyisiniki. Yakan bizning Sharqiy Turkistonda nupusi 500 ming oshadigan 3 cho'ng noyining birisi. Yakan noyisidagi tutqunlarni ayirib chiqsa-mu, chiqib shuning sababini bir analiz qilib chiqsa-mu, bu bir yaxshi bir magistrlik maqolasi chiqadi. Bu endi bu bir boyliq, bu bir qo'ral. Endi bu boyliqni dunyoga sunib, bu hujjatlarni Xitoyninki zulmini, irqiy qirg'inchilikni qanchalik dunyoga jakolay olamiz? Bu qo'ral bilan Xitoyni qanchalik yiqita olamiz? Bu hammasi o'zimizga bog'liq narsa. Lekin bir narsa meni ta'sirlantirgani mushu mayli ko'nisha hujjatlari bo'lsin, mayli bu Shinjong soqchi hujjatlari bo'lsin, mushuning hammasini qilganlar amaliyotda Xitoylar. Buni bu ichidan haklab bu narsani, ichidan o'g'irlab sirtqa chiqargan narsa. Endi bizga kishilar mushundaroq qilib bera oladi. Biz ichidagilardan Xitoy bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, faqat mushuni kutalaymiz. Undan ortiqni qilib beradi. Ular bizga tadqiq qilib jinoyatni oshkorlab berolmaydi. Ularning qilib bera oladiganini shu Xitoyning qilib bera oladiganini shu materiallarni o'g'irlab dunyoga ta'minlash. Endi uning tadqiqotini qanday qilish masalasi o'zimizga bog'liq. Masalan, eng oddiysi bir qarab boqaylik rasmlarga. Rasmlarning ismininki qarasangiz ba'zi ismlar xato. Masalan, biraylarning ismi Zo'ra To'ram ekan. Bu To'ram deganni bu nima qilg'uchi Uyg'urcha o'qimagan bo'lishi mumkin. Uni xato yozib boshqa bir narsa yozib qo'yapti. Endi shuning hammasi qanday Uyg'ur tadqiqotchilarining vazifasi. Ya'ni bularni tadqiq qilish, to'g'rilash, bu 300 ming degan bakchiqsan. Bularni qilish. Endi
Mush vaqtçı Adrian Zenz nayt yaxşı qildi. Mush vaqtçı masalan bu bütün bir millatninki mushu irqiy qirg'inchilikni isbotlashda ba'zi chog'da bir shaxs tarix yaratadi ekan. Menimcha Adrian Zenz bir tarix yaratdi. Amaliyotda bu tarixni Uyg'urlar yarata olamdi desa, yarata oladi. Men sizga desam, Toshpo'lat deyib vatanda muddatsiz 2 yil kechiktirib o'lim jazosiga Keç ölüm cezası var. 2 yil kechiktirib o'lim jazosiga hukm qilindi. Endi shu Toshpo'lat deyib tarbiyalagan Uyg'ur o'quvchilar bor. Men taniyman ularni. Uning kasbi nima desa, yiroqdan sezish texnikasi. Ular shu yiroqdan sezish texnikasi orqali bir oddiy Xitoy o'quvchi qilganini qila oladi. Jang Shao degan bir Xitoy o'quvchi Kanadada turib, lagerlarning o'rnini aniqlab, xalqaro cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Tarixi yozildi. Shu Toshpo'lat deyib tutilib ketdi. Toshpo'lat deyibning qo'lda o'qigan, Toshpo'lat deyibning tonishtirishi bilan Amerikada, Fransiyada, Germaniyada o'qigan shu esil chiroyli qora ko'z Uyg'urlarimiz yiroqdan sezish emas, lager o'zining vatanligini sezolmadi. Asli sezish uchun Toshpo'lat deyibning texnikasi emas, insonning yuragi lozim ekan. Toshpo'lat deyib shu o'quvchilarni tarbiyaladi. Shular hammasi hozir hammasi yaxshi o'rinlarda nihoyat yuqori maosh bilan ishlayotdi. Endi nima deymiz? Shu bir qonun o'qiyotgan bir Kanadadagi bir Xitoy o'quvchi qilganni bizningki maxsus yiroqdan sezish texnikasini, remote sense yiroqdan sezish texnikasini eng yuqori saviyada o'rgangan bolalar shu ishni qilmadi. Endi hozir bu mayli bu kon shar hujjatlar bo'lsin, mayli bu bizning vatandagi obiyan mansiga degan planliq tug'ut hammasiga doir ya'ni necha yuz minglagan hujjatlar bo'lsin, mushlarning hammasi Uyg'ur tadqiqotchilarininki qo'liga elishini kutadi. Buni qilmasa, bu o'zining ishi tarixda ya'ni Uyg'ur millatining qutquzuvchisi bu jinoyatni oshkorlovchi, bu jinoyatga dunyoni qoyil qiluvchi Adrian Zenz, Jean Bonin qatorliqlar bo'ladi. Biz yana tarixninki ya'ni nima desak bo'ldi, unutmayman. Tarixning yozuvchisi bo'lolmaymiz, Yani tarixning shoidimi bo'lolmaymiz. Tarixninki faqat unsiz ergeçgücüsü. agashkuchisi bo'lib qolamiz. Shunga asli bu odam oz emas. Chunki mening odam emas, oz emasligini bilaman. Men Shinjon universitetida 3 yil magistrlikda o'qigan. Ondan men vatanda oliy maktabda ishlagan. Men taniyman mening qaysi saboqdashimning qaysi kasbda o'qigan bolaning qaysi yerda ishlayotganligini 5 qo'ldek bilaman. Ularning qo'lda nima keldiganligini bilaman. Lekin ularning hech biri, hatto men deb baqdim. Birsiga dedim, sening noyaning tizimligi bor menda. Maningda manda narsa bor. Ikkimiz taniydigan pustani borki mening ichida. Sen yo'shirin bo'lsinmi, mening ikki qizga qilib baq. Desam, yo oq, yo qoq demay gap qilmay yo'qolib ketdi. Endi buning biz men mushu hujjatlar oshkorlangandan keyin bu hamda nimalar qilolmaydi buni. Biz buni Abdüveli bu hüccetlerini mesela ben 4-5 günün yoki men endi şahsen men mush e'lon qilingandan keyin Adrian Zenning maqolasi uningdagi Şinjan File nima Shinjon Police File. Şinjan Police Files degan nima bor o'ylaqi. Shuningdan ko'rib, uningdan keyin uqdim meselen menchu. Siz deysizki bu burun o'tgan yildan tortib bilingan narsa bir necha odamga evet devatsiz. Demek bir de bu materiallar tayyor bo'lib, undan keyin sunilgandan keyin ko'pincha Uyg'urlar shunda uqdiqda hamdi. Menimcha buning bir tashkilotninki mas'ul bo'lishi kerak bo'lishi mumkin. Yo, har qanday bir guruh bir yerga kelib, undan keyin ishlash kerakmikin deb o'ylayman. Bo'lmasa 300 mingga yaqin kishininki uchuri, undan keyin 23 mingdan ko'p tutulganlarninki uchuri bor, ayrim. Ma nemidin Şinjan Files Police Files'ten aşındaq yezibdi. Bularning hammasini siz degan o'xshash guruhlarga ayirib, tartibga turg'izib, aşındaq tadqiq qilish oson emas. Ben dedim Ama to'g'ri deysiz. O 23 ming degani qarang.
u faqat shu tizimlikning ustida jinoyatchi deb yozilganlar. Men sizga Jinoyatchi deb yozilganlar ekan. bu hujjat bak jiq. Buning için dedim-ku sizga planlıq tug'ut, yataqliq Mushlar maktab, ayrim-ayrimmi? Ayrim-ayrim emas hammasi ya mushu. ayrim tizimlik bularniki. Biz shularning ichidan tutilganlarni ayirib chiqsak, balkim bu son uningdan jiq bo'lishi mumkin. Hozir masalan deyli, Qarqash noyasiga oid eng jiq, ondan Yakan noyasiga oid eng jiq, undan boshqa Yopurga, ondan Zop, mush noyalarninki eng jiq. Texi bu Konshan noyasiniki bundaq oshkoralanib sirg'i chiqib qilishi faqat Konshan noyasining tizimligi shu jinoyatchi tizimligi bo'lganligi uchunla. Undan boshqa yana boshqa nurg'un tizimliklar bor. O tizimlikda Uyg'ur tutqunlarning ismi bor, lekin o tizimlikning ismi tutqunlar tizimligi emas. O tizimlikning ismi balki planliq tug'ut, namratlikdan qutqizish degandek ismlar bilan atalgan. Lekin uningga qarasa ashningda qizil xat bilan tutilgan, kesilgan degan xatlar bor. Endi buning hammani bir ayirib chiqib, zodi qanchalik shu masalan 300 ming ortiq odamning materiali dedik-ku. Shu odamlarninki qancha tutilgan, hozir nada deganni ayirib chiqish bir masala. Bularning yana birisi, buni bizning oddiy xalqimiz qilolmaydi. Nima uchun desa, bularning hammasi jadval bu Xitoy jadval. Men burun bak eslamab ekanman, bizning bu haqiqatan bu Xitoy jadvalini tushundirish va tushunish bir masala ekan. Men o'zim buni qilish jarayonida tushundim buningki. Buni qilib bo'lamdi. Bu hargiz masalan Konishad tizimlik atilib qilishi, u Konishadli bo'lganlik emas. Konishaddan tilg'anadigan kishilarning guvohlik berib, o'z oilasi haqida o'tirg'i chiqqanlik uchun bu bir axborot temasiga aylandi. Undan boshqa u Qarqashning bor, Yakanning bor, ondan Yopog'ning bor, nimaning bor, Lopning bor, Xotay shahrining bor, Aqsu shahrining bor, Aykul yesining bor masalan. Aykul yesidan xuddi odam qolmagandek tutilgan ekan. Bu chet ellardan surishtirib baksam, o'zining urug' tuqqanlarini tonigan odam 100 dan eshib ketdi. Ya'ni chet eldagi Aqsu Aykul yesi qaba. Shunga bu bak jiq, ya'ni men o'ylayman har bir odam cho'qim o'zining urug' tuqqanlarini topa oladi. Lekin buning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Bular Xitoycha ekan. Bularni hech bo'lmaganda bir uyg'urchalashtirish kerak ekan. Ana yana birisi eng muhimi buningga bir zodi o'zininki urug' tuqqanlardan voz kechmaydigan, ota-onalardan voz kechmaydigan. O'yliqi biz kishilar to'la bak g'oyibi gaplarni to'liq qiladi. Vatan, mustaqillik deb. Men bu ota-onasiga ega bo'lmagan odamlarning vataniga ega bo'lishiga faqat ishonmayman. Ben biraz amaliy qarayman masalaga, chunki mening uchrashadigan odamlarim bevosita uchrashmayman odamlar bilan. Masalan, endi bir ayollar uchrashdim. 10 necha urug' tuqqanning rasmini tepib buning amdayligi kim bu odamlar? Shunda bir desam, siz kimning odami? Sizning boshligingiz kim? Deb so'rab oxir daftaga olmadi. Ya'ni oxir men uning shu rasmlarni, bu rasmlar bu hujjatlarni hech qanday so'zlayolmaydi. Bu hujjatlar, rasmlar degan narsa hammasi grafik, hammasi son. Bularni insonga aylantirdigini biz. Bu mening dadam, mening o'qituvchim, mening doktorim, meningki xo'shnam deganni deb turadigan odam lozim. Buni deb turadigan odam chiqmasa, ya'ni o'zining qo'shnisiga, o'zining yurtiga, o'zining ota-onasiga ega bo'lmaydigan odamlardan uningdan vatan atalmish cho'ng narsani kutish behojat. Men shunga bu yerda mayli bizning tadqiqotchilar bo'lsin, vafo degan uqumni bizning ajdodlarimiz bak cho'ng bilgan, vafodorim degan naqshilimi bordi. Lekin men shunga hayron qoldim. Raila Davudda o'qigan magistr o'quvchilar, Toshpo'lat tepda o'qigan magistr o'quvchilar, Xolmurat G'ofurning nenini yegan, shuning o'rlashtirishi bilan doktorxonada ishlagan magistr bo'lgan o'quvchilarni men taniyman. Shularmish muhojirat yaxshi yerda ishlayotdi. Lekin shularning hech qaysi na Xolmurat G'ofur to'g'risida, na Toshpo'lat tep to'g'risida, na Parat Xoliq to'g'risida masalan doktorxonaniki, Parat Baxti numarali tibbiy universitet tarmoq doktorxonasining boshlig'i edi. Ya'ni qaç. Mushlar haqida men bir sininki o'tirib chiqib, "Ya men odam dema bu. Men odam manda qilgan, manch kasal davolagan, manch o'qish tarbiyalagan. Bu odam bir esil odam degani demadi." Aksi bu nima dedi? Chunchongo da'vatidir. Chunchongo o'zining vujudida
bularning nihoyat yaxshi odam ekanligini bizga deb berdi. Mushu qitimqi soqchi hujjatlarida boshlarning hammasi deyildi. Chunchanggo'da dedi bu nimani men deydi. Men Xolmurod Qo'pirindiga nimani bersam, Mart nazoratining nozirligini bersam olmadi. Ya'ni siz Xolmurod Qo'pir haqida so'zlamasangiz, so'zlaydigan odam bor. Siz Toshpo'lat tip haqida so'zlamasangiz, qorlaydigan odam bor. Yani bunun hammasi bu bir men o'ylayman bizning hozirgi ahvolimiz o'zimiz ega chiqishimiz kerak. Ukraina bilan o'xshash. Ya'ni Ukrainaga dunyo ko'ngil bo'ldi, qo'lladi, ularning dunyoning hurmatiga erishdi. Nima uchun? Vatanni tashlamay, vatanni chung turib Ruslarga qarshi turganlik uchun. Hozir bizning ahvolimiz shunga o'xshash. Ya'ni hozir vatandagi o Xitoyning bizga qilib beradiganini shu hujjatlarni o'g'irlab bizga yetkazib berish. Endi shu hujjatlarning ichidagi o'zimizning urug' tuqqanlarini to'nib, "Mamining akam, mamining onam" diyemasak, bu ishning hech qanday bu hujjatlarning hech qanday faqat bir qancha odamning doktori bo'lishiga foydasi bo'lishi mumkin. Bir qancha odamning tadqiqotchi atilishiga, maqolalar qilishiga foydasi bo'lishi mumkin. Lekin Uyg'urlarga jiq ahamiyati bo'lmaydi. Nima ishqa desa, bunda o'tirib qo'yilgan kishilarni inson dunyo so'raydi, bular kim deb. Bular mening akam, bular mening dadam, bular terrorchi emas, bular sendek, mendek oddiy inson desa, unda uning hikoyasini anglaydi. Masalan, Nursimongul Abdurashidning hikoyasini angladi Turkiyada. Nima uchun? Shu dedi o'ziga nima bo'lganligini. Yolg'iz u nima Turkiyada bir Nursimongul Abdurashid yo'q asli. Minglagan Nursimongullar bordi. Lekin ular uning hikoyasini so'zlashni xohlamadi. Ya'ni oxirida eliqi xonimning degan gapi bugun eliqi 16 miki odam tunib javob bermagan xonimning gapi. Duo qilib qo'ysa Alloh osonlik berar. Dedi, men duo qilib qo'ydim haqiqatan. Lekin men Allohningki ularga osonlik berishiga ishonmayman. Agar Alloh uning osonlik bersa, Alloh adolatsizlik qilgan bo'ldi. Alloh kimga osonlik berdi? Kurash qilgan, harakat qilgan, guvohlik bergan, haq ustida shohid bo'lgan insonga yordam berdi. Qanday qilib uydan chiqmay duo qilib qo'ygan odamga Alloh agar uning yordam bersa, Alloh adolatsiz bo'lganmamdi. Bu Allohning sutiga qanday uyg'un keldi? Menimcha, bu yerda shunday masala. Shuni o'ylab yetamayotganmiz-ku biz. Endi bu hujjatlarni nimada chet elda hamda maxsus bir tashkilot ega bo'lib qiyotamdi yoki mush Adrian Zanga o'xshash tadqiqotchilar o'zligidan qiyotamdi. Buning hamda moddiy jihatdan ta'minlayotgan qishlaq bir nima bormi, yo'qmi? Buni hozirgacha shu Adrian Zenz qilyotdi bu ishlarni. Ondan bu shohid bizni to'rni qilgan Jin Bonin shu ishkaylan ko'proq bo'lib Adrian Zenz eng to'liq qildi deb qarayman, chunki Adrian Zenzda ko'p qismi Adrian Zenz ekan buningki. Keyin buning hozir hamda bu allaqachon nimaga aylanib ketdi? O'rtaq BBC'ninki e'lon qilgan nimasi shumish Adrian Zenz'ni oldimi ular yoki ularning BBC'ning Adrian Zenz'ni olgani. Ya'ni bularning hammasi hozir inglizcha open source deydi-ku. Allaqachon hammadan foydalana oladigan materialga aylanib ketdi. Ondan nimaning ochiq manbaga aylanib ketdi. Nimaning shu? Bu Jin Boninning shu, Jin Boninninki ochiq material deyishki bo'ldi. Hamda agar buni men har vaqt, ya'ni internetga yozib keldim, har qanday odam buni bir men iznib baqay desa, men mendam o'yladim, faqat bo'lmagan chaqda o'zining oilasinikini bilib bo'lsin, xotirjam bo'lsin deb. Ya'ni bir odamni bizning hech kimni Uyg'ur bo'lish majburiy huquqimiz yo'q. Hamda Uyg'ur bo'lmasa, mayli, u bir Uyg'ur tilida so'zlab, lag'man yeb yashab o'tib ketsin, hech nima bo'lmaydi. Hech bo'lmagan chaqda ota-onasiniki nima bo'lganligini bilib olsa-mu, bu mi hisoblanadi. Shu unimi men hech qanday og'irmadim. Ularga avat berdim, ularga tep berdim. Ammo bakin ota-onangiz manchilik kesib tursa, bir yig'lab berdi. Bu o'tib ketdi. Lekin menga yig'lab berishning hojati yo'q asli. Shu yig'ini bo'lsa, shu maydonga chiqib bir yig'lab bersa, o'zining nimasini uchun bo'shab qoladi asli. Ondan bir kishilar anglasa, nimaga yig'laysiz deb so'rab baqqan bo'ladi. Menga yig'lab bersa, men Bachchiq yig'ini anglayman amaliyotda kunda. Mening qildigan ishim shu yig'larni to'plab, haqqa vakolatdan yig'lab berish dunyoga. Hamda yig'lab o'tamiz bo'lmaydi. Albatta, o'znikini yig'lab o'tamiz bo'lmaydi, to'g'ri. Bu hujjatlarning ichida masalan 10 ga yaqin ta'limotlar bor ekan, soqchilarningki
Saqçılarga berilgan buyruqlar var eken. Siz şularni ko'rib baqdingizmi? Körpakten Nimaning ichi onunda Onunda o nimalar var masalan? körpakten ular burunmu batı uçu. Hmm. Iliqi nim qilgan chaqda Masalan, itib etish tekishga degan narsa bor. uringanlarni butunlay o'ldirib etinglar degan o'xshash U ularning burunmu yenida. batı. U burunmu batı, lekin u iliqmanda hüjjatlashtirilib nima qilinmagan, e'lon qilinmaganda. U burun bor narsa u. Uningki masalan iliqi nimada qamoqda ikki narsa bo'ldi qamoqda. Birisi tamg'i yozilgan cho'ng ash nimadan ko'rinib turdi. Shu qamoqning ichidagi rasmlar bor emasmi? Resimlar. Ha. Mana shulardan ko'rinib turdi. Tamdagi narsa shu nima? Shu Zeyyariyan Şidri degan narsa qamalg'uchilarninki bilish tegishli ishlar degan. Oshuningda 30 necha turlik ish bor. Shuning ichida nihoyat chiroyli uningda. Advokat chaqirsang bo'ldi, urf-odatdan hurmat qilamiz, falon piston yomon chiroyli gap bor. Lekin yana birisi bor. Ular u tam g'ezib qo'ymaydi. Uni qo'liga taqib turdi. Yodlash uchun taqib bergandan keyin yig'ib oldi. Oshuningda bor u. Oshunda ya'ni iliqi tam g'ezilmagan da u oshta qilsang etib etimiz degan narsa aniq bor. Endi uni bu qitim faqat bu dunyoga oshkorlandi. Bu men bachaqdimi, bati men qamoqda chaqdirimdimi, buni yodlagan bu narsani. Oshta bo'ldiganligini hammaylar bilatdiq. Lekin bu qitim buni dunyoga bildirdi-da bu narsani. Bu yaxshi bo'ldi. Undan boshqa masalan bu baknim bor masalan Javkirji deganninki gapida bu Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligininki 4 milyon odamni zararlangan debdikan. 2 milyondan ortiq odamni darslik darslik kitob bilan ondan 2 milyondan ortiq odamni panislamizm, panturkizm bilan zararlangan debdikan. Shunda bo'lgan chaqda bu allaqachon shu Javkirji shu nutqni so'zlagan chaqda bular 4 milyon odamni nima deb bekitib bo'lgan gap. Bular zararlangan deb bekitib bo'lgan. Zararlangan. Endi bular nima deb bu Xitoy shaharlarida o'qiyotgan o'quvchilarga 2021-yil hujum qildi desangiz, bular bizning Sharqiy Turkistondagi kishilarni allaqachon tutib so'laydiganini so'lab bo'ldi. Endi shu vaqtda bu Uyg'ur o'quvchilar nima bo'lib aman qoldi, Ishkirdagi o'quvchilar desangiz, ular nopusini yo'tkab chiqib ketadi. Ya'ni oliy maktabni Xitoy shaharlarida o'qigan o'quvchilarning hammasi bildi bu ishni. Biz Xitoy shaharlariga mang'an chog'da nopusimizni elib chiqib ketamiz. Nopusni elib chiqib ketganlik uchun u o'quvchilar o mom tutqudan aman qolgan. Nopus ayada bo'lmaga chiqqan. Endi vatandagi barliq odamlarni tutib, bu qavaydig'ani qamab, kesdig'ani kesib bo'lgandan keyin bular endi ikkinchi qadamda Ishkirda o'qiyotgan, o'quvchi ishlayotganlarga ko'z tikib ularni tutishni boshlagan. Lekin chataq qilib bizning qo'limizda ularga doir hech qanday ma'lumot yo'q. Bu Xitoy haqlab chiqartgan bu nimadimi? Bu hujjatlar qatoridimi? Uningga hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin bu bakki bir cho'ng bir masala. Endi buning ichida faqat oshkorlangani shu Guangzhou universitetininki Abduqodir Ro'zi degan bir o'quvchining tutilganligi. Ondan bu Fudan universitetda ishlaydigan Tursunjon Bilgening tutilganligi va yana bir o'quvchining tutilganligi bilan oshkorlandi. Qolganlar oshkorlanmadi. Buning faqat biz tutilganligi bilan bildik. Lekin buningki oqibatini bilmaymiz. Oqibatini bilmaymiz, orqa ko'rinishini bilmaymiz. Buning orqa ko'rinishi shu ayni vaqtda bular shu Xitoy shaharlariga nopusini yo'tkab ketgan. Buning hammasi bu tutqunning hammasi qarang bu nim bo'lgan narsa bu adam tutgan emas, kompyuter tutgan narsa bu. Chunki kompyuterda hamma odamning materiali bor. Shu materialning ichida masalan Mag'firat Kamol Abduvaliyev telefon qildi degandan keyin sizning nimangiz taqqida qizilga chiqadi. Kompyuterda. Chiqqandan keyin sizga avtomatik siz turayotgan shu nimaga soqchixonaga avtomatik uchur keldi. Mag'firat Kamolni tutinglar deb. Shundan siz hech kimdan bexabar tutilib ketasiz. Endi nima uchun bu Ishkirda o'qiyotgan Uyg'ur bolalar aman qoldi desangiz, ularning nopus u yerda emas. Ularning nopusi oliy maktab o'tgan chog'dilar shaharlarga yo'tkab ketilgan. Ular aman qolgan. Shundan bular bu aman qolganlarni 2021-yil sentabrdan boshlab yo'q sentabrda bir qismi undan burun tutilganlar bo'lishi mumkin. Masalan, chunki nima tutilganlar bor? Aprelda tutilganlar bor.
Bunun ılıqı sentabrda tutilganlardan xabarimiz bo'ldi, aprel tutilganlardan keyin xabarimiz bo'ldi. Muşta bo'lgan chaqda ularmı 2021 yili bu tutqunning nimasiga uchirdi. Lekin bu bak cho'ng son bo'lishi kerakdi. Bu faqat nima qilinmadi. Bu axborotning diqqatiga jiq sunilmadi. Faqat tutilgan shaxslar haqida Erkin Asiya tirishib xabar shildi. Lekin bu tutqunninki Xitoyda o'qiyotgan o'quvchilar, Xitoyda ishlayotgan ish xizmatchilarga umumyuzlik qilingan bir hujum ekanligi nimning sirtida qoldi. Diqqatning sirtida qoldi. Asli shunday edi. Bu ishkil o'qiyotgan o'quvchilar qilingan hujum shu Ilhom To'xti bilan boshlandi-ku, uning o'quvchilarini qo'lga olib degandek xeyli burunli boshlangan. Ya uning bilan jiq buni Bunun bilan Hayır, maqetim hamda o yani bütün iş qilib Uyg'urlar olsa yo'q qilish hamda. Nishon shunday bo'lgandan keyin qirg'inchilik qilish bo'lgan. Yo'q, bunun bilan jiq munosabat yo'q. Bu mundaq gap. Dastlabda bular dedim-ku, nopos bo'yicha tutgan kishilarni. O jinoyat o'tkazish haqida munosabat yo'q. O nima ish qilgan, qilmagan bo'lishi munosabat yo'q. O'tkazishi mumkin degan xiyol bilan. Ha, hech qanday munosabat yo'q. Ya'ni Ilhom To'xti vaqtida tutilgan o'quvchilar degan shu Ilhom To'xtining o'quvchilari. Uning sababini u o'quvchilar biladi, kishilarmi faraz qila oladi. Ha, Ilhom To'xtining o'quvchisi bo'lgandan keyin tutildi deb. Lekin bu qitim tutilganlar shunaqa 2017-yildagi umumiy tutqunda noposi Sharqiy Turkistonda bo'lmaganlik uchun aman qolgan ular. Chunki tutqun adamga qarta emas, nopos qarta bo'lgan narsa. Masalan, bir oyda 10 ming odam bor, taq har oyda mancha odam. Chunki uningda bu shu oshkorlangan hujjatda bu narsa isbotlangan. Masalan, mening akamni 19-qarorliq tutilgan kishilar debdi. Demak, uning beshida yana 18 qaror bor. 18 qaror. Ular iliq u narsani tutqunni allaqachon birinchi qaror, ikkinchi qaror, uchinchi qaror deb bekitib bo'lgan narsa. Ular hamdiliqi Xitoy shaharlarida o'qiyotgan o'quvchilar noposi bizning vatanda bo'lmaganlik uchun ular avvaliq nimaga iliq son tushgan chog'da undan og'rilib qolgan ular. Endi bular 2021-yildan kelgan chog'da ular ayrim bir kategoriya qilinib, ondan bir hujum nishoniga aylanib qoldi. Buni bir hamda agar mushunga doir mushu yerda shuni deb qo'yamiz, mushunga doir paketlar qo'lida amaliyotda men bilmay qarang. Kishilarning qo'lida yomonjiq paket bor. Masalan, men shu Turkiyada cheg'imda hatto shu lagerdagi yotoqning rasmlarini biraylarning qo'ldan ko'rgan. Lagerdagi yotoqning rasmini. Shu chog'da buni men bering desam bag'lanmagan. Ondan biraylarning qizi lagerdan xat chiqarib tikan. İnsanlar bir amalını kılalaydı. Yani biz devamlı deyimiz bu sistem bu kadar mükemmel, o kadar mükemmel deyimiz. İnsan bayağı da yuçuk buldu. İnsan bayağı da muhabbet buldu. İnsan bayağı da yardım buldu. Hem de şu yerde mesela bazı yardım kılıp bazı xatlarını çıkartış mümkün, bazı resimlerini çıkartış mümkün. Bazılar aşındak bir özgürüşünün ki bir yaxşılanışının boluşunu ümit kılıp bazı nersini çıkarış mümkün. O içilik adam korkmayı çıkargan bilen teşhidlik tapşırıp adam bəmətqan gap hazır. Məsələ bu. Hazırlıq məsələ o paket yox emas. Bu saxçı hüccətlər çıxışdan burunmu xalqımızın qolunda şu hüccətlər batı. Şu rəsmlər batı. Lakin ular onu deyişni xalamıdı. Məsələn 2018-yil 11-ci ay çıxırılğan 3 parça xət var Qashqar şəhərindən. Qashqar şəhərindən qançalik adamның tutulğanlığı darnay təfsili. O xət muş vaqt məxfi qaldı. Nima üçün desə, o xətni tapşırıb ağıcı muxbirlarga deyishni xolamadı o narsani. Hatto şu qadar aniq bor. Bizning ahvolimiz bexatarlik. Mushni xalqaro organlarga degan bo'lsanglar degan o'tinish bilan yozilgan xat shu. Shu xatni men ko'rgan. Lekin shu xatni sundigan odam yo'q. Ya'ni vatanlik Uyg'urlar qahramon. Shuni oshkorlash jur'at qila oladi. Vatan sirtidagi Uyg'urlar o vatandagi deganda deyamayotgan gap sirtib turib. Vatandagi amonat xiyonat qilgan gapda hamda bu eng aqalli axloq o'lchami hamda amonat xiyonat qilmaslik kerak deymiz. Mushunda bu hamda bir millatning beshiga kelayotgan cho'ng bir qirg'inchilik hamda mushuningdimi azroq jasoratimizni to'playamsak haqiqatan hamda shu bu millatning beshiga kelgan bir fojia, lekin shu odam shu o'zi shu millatdan diyalish kerak. O millatdan diyamasa o millatning beshiga kelgan fojia demaydi ekan uni. Faqat Ahmad Samatning beshiga kelgan fojia deb uni o'tkazdi ekan. Agar millatning beshiga fojia deyilgan bo'lsa,
bir qara ko'z Uyg'urning yig'isini onasining yig'isidek ko'rib harakatga o'tgan bo'ladi. Unda To'g'ri emas. dedingiz. To'g'ri dedingiz. Shuning uchun millat bo'lish oson emas deb qo'ydi ekan-ku. Shu millat bo'la olganda siz deganga o'xshash shu millatning yig'isiga yig'ila olgan chog'da uningdan keyin shu millatninki bir a'zosi bo'lgan bo'ldi ekan. Siz deganga o'xshash shaxsiylar ustidan Mamatning beshiga keldi, mening tuqqanlarim sirtda yashayotidi deb yashayotganlar nurg'un haqiqatan. Nihoyat to'g'ri dedingiz. Men Adrian Zenninki maqolasini o'qib chiqdim. Men uningda nihoyat inchiki qo'lga olibdi bu odam. Men hayron qoldim. Masalan, ba'zilarini debdi, nima cho'qim qo'lga elinish kerak deb yezib qo'ygan bor. Qo'lga elinganlar degan o'xshash kategoriyalarga ayiribdi. Bu deb yezibdi. Nimidan burun, tutilishdan burun nima qilgan, tortilgan rasm bo'lishi mumkin, ma'la. deb selishtirib chiqibdi ba'zilarinchi. Shu tutilishdan burun, masalan, bir odamning soqoli bor. Tutilgandan keyin soqoli yo'q. Onundan keyin chiroylari shundoq o'zgargan, shunchalik chiroyli nur yig'ib turdi, qip-qizil mang'izlari keyingi vaqtda sag'rib ketgan. Onun ki yana bir echinishlig'i bir oila, 2 bolasi bor, bir yosh ayolniki. O bolalar 7-8 yoshlik. Ularning rasmi bor uningda. Ularni bir yerga ekapti, bularning familiyasidan biri ekelgan bo'lishi mumkin. Ayoli va yo'ldoshi ota-onasining nerede ekanligi aniq emas. Bolalarning aqibati aniq emas, lekin bolalarning rasmi bor, 7-8 yoshlik 2 bolaning rasmi bor. Shuningga o'xshash inchkilik bilan qo'lg'apti bu odam. Shu rasmlarga qarab turib, shularni shundoq cho'qim o bir oila deb bo'lmasligi mumkin hamda bu nimaning ichida-chu, hujjatning ichida undaq emas deb o'ylayman. Siz deganga o'xshash shu kategoriyalarga ayirib, ularni bir yerga ekilib, shundoq inchkilik bilan qo'lg'apti, haqiqatan bek ta'sirli. Uningda nima qilib bo'ldi? Masalan, hujjatni ko'rsangiz-chu, u hujjatda o'liq oila ekanligi yozildi. U hujjatda mana narsalar bor. Masalan, siz bo'lsangiz, sizningki bular bir qancha xil nimaga ayiradi. Masalan, sizningki o'qish nimangiz? Sizning o'qituvchingiz kim? Masalan, o'qituvchi bo'lsangiz, o'quvchingiz kim? Kim? Bu bir ayrilgan. Ikkinchisi, siz dinni kimdan o'rgangan? Bu bir nimasi. Uchinchisi, sizning do'stlaringiz kim? To'rtinchisi, sizning urug' tuqqanlaringiz kim? Qo'shnisi kim? Bularning hammasi kategoriyalashtirilgan. Unda bo'lgan ekan, buni nima qilmoq ayirib chiqqili bo'ldi. Yana birisi, masalan, shu Adrian Zensning deganda tutilish tegishli kishilar. U allaqachon bekitilib bo'lgan tutilish tegishli kishilar. Masalan, Junbey Dajiriyan degan shu. Tutilish tegishli kishilar deb. Yana birisi bir qiziq narsa bor texi. Chet elga chiqib ketib, kelmagan lekin tutishga tegishli kishilar degan bir tur bor. Buning ichida mening jang qizim bor ekandiq. 2018-yili mening jang qizimni "Kaslam tutimiz" degan narsani bekitib qo'ygan ekan. 2018-yili shu saqchi arxivlarida shu narsa bor. Ondan shu kelgandan keyin shuni tutgan gap. Buning tutildiganligi allaqachon bekitilib qo'ygan. Kimlarning tutildiganligi. Uni faqat shu to'rga tushsalar tutadigan gap. Buning nimasini. Shunga bu yerda masalan manda deyiladi, ba'zilarini qarasangiz zirchi yetihua tuysun deydi. Bu avtonom rayonlik birlashma hujum sistemasi deb binasi bo'lgan-ki, IGOP deyotgan. Shu tuysun degani mana narsa. Masalan, siz Mag'firat Kamal, siz Salima Kamalning singlisi. Salima Kamal Kamal oilasining a'zosi deb bu oila nimaga bekitib qo'yildi? Nuqtliq oila, Jungdian deb bekitib chektirib qo'yildi. Qo'yildi. Endi sizga masalan Abdullayev nuqtliq oila emas endi. Sizga telefon qilsa, bu kompyuterda avtomatik holda Abdullayevning nuqtliq oilaga aylanib qoldi. Endi Abdullayevning do'stlari avtomatik holda nuqtliq oilaga aylanib qoldi. Siz o'zingizning nima uchun tutilganligini bilmaysiz uning ichida. Bu bir xil bu avtomatik masalan eng oddiysi bunda tadqiqotchining tutilishida bunda bir narsa bor. Masalan, siz Uyg'ur tili to'g'riliq maqola yozdingiz. Men sizning maqolangizni naql oldim. Naql olsam sizni tutadi. Men sizning maqolangizni naql olganligim uchun meni tutadi. Endi shuning bilan men maqolamni bir yerda e'lon qilaman. U maqolamni e'lon qilgan jurnalning tahririni tutadi. Ondan shu tahrirli qilgan barliq maqolalarni tep chiqib, shu maqolaning avtorlarini tutadi.
Bu narsa siz qo'pib tutilgan chog'da, masalan, o'zingizning nima ish qilganligini faqat chiqolmaysiz. Nima ish qilganligingizni so'roqchi sizga deb beradi. Chunki kompyuterda hamma narsa mushundoq qilib turga ayrilib bekitib qo'ygan narsa u. Bu endi Xitoylarning klassikalik anzi ag'dirish deydigan bir gap bo'ldigan. Shuningga o'xshash endi. Bir Shu amal hozirgi qilib, men ko'zning ustida qish va qishning ostida ko'z bor deb qo'ydim. Turklar mana shunday shu bana bu sabab yerda topamsa, shunga o'xshash. nimalarcha mundoq. Bu men burun kompyuter texnikasiningki barliq kelishini insonlarga bir erkinlik ekil deb qaragandim. Chunki bu cheklimisiz bir nimani barliq keltirib, aloqani barliq keltirib, endi aloqa qancha ravon bo'lsa, inson shuncha o'zini erkin nim qiladi-ku, hamda hamma yerga ulisha oladi, hamma uchurg'ini erisha oladi degandek. Unda emas ekan. Bu data, bu sonliq uchur ma'lumot degan narsa kimning kontrolida bo'lsa, shu kontrolida ekan dunyoni. Hozir endi masalan Xitoyning kontrolida bizning DNA bor. Bizning butun jismoniy uchurlarimiz bor. Bizningki ruhiy uchurlarimiz bor. Bular orqali bu bir odamni tutish hech qanday masala hisoblanmaydi ekan. Ana yana birisi, agar sizni turmining nishoni qilsa, u mu ta'sir emas ekan. Agar turmining nishoni bo'lgan vaqtingizda, masalan, turim qamalgan vaqtingizda, agar siz organ almashtirishninki obyekti qilinsangiz, masalan, sizning börekingiz lozim bo'lib qolsa, shu yerdagi sizning biologik uchurlaringizga asosan sizning börekingizningki dunyoning neredeki qaysi bemorningki börekiga mos keladiganligini bu cho'ng sonliq ma'lumotlar ombiri birdamda tepib mos keltiriblar taqqini chiqarib berdi ekan. Shuningdan bu kompyuter texnikasining taraqqiy qilishi amaliyotda agar bu sonliq ma'lumotlar cho'ng boylarning yo'qmasan cho'ng diktator davlatlarning qo'liga o'tib qolsa, bu insoniyatga balo yafat keldi ekan. Masalan, mushqaytimi nimani Twitter'ni nima setib oldi deymiz, Elon Musk. Demak, Elon Musk 300 milyon odamninki nimasiga erisha oladi, eng az bo'lgan chog'da. Kishilik uchurlarga erisha oladi. Endi u uchurni qanday bir taraf qiladi masalan? Agar 300 millionning uchurga erishgan Xitoy hukumatı deylik, Xitoy hukumatı 300 milyon insonning nima ish qilayotganligini biladi. Nereden neye ketayotganligini kim bilen paranlaşayotganligini, mesela Xitoy hukumatida mushuning o'xshash narsada bu endi bu demak bu texnika kompyuter texnikasi taraqqiy qilib shu Uyg'urlarning tutilishi sabab bo'lgan kompyuter texnikasini taraqqiy qilib bu texnikaniki Xitoyning qo'liga o'tib qolgani bo'ldi. Emniyet Xitoy u berib adam tutmadi o'z bevosita. Uni kompyuter tutdi butunlay. Ya'ni kompyuter butunlay shu birli koniptini bassa tak insonlarni chiqarib berdi. U insonlarning uyga berishning vojidi yo'q. Hammangizning qo'lda telefon bor. Telefoningizga uchur keladi. Masalan, siz menga telefon qilasiz, siz Qizilga o'zgarasiz, ondan sizga uchur keldi soqchidan. Siz o'z oyog'ingizdan soqchiga borasiz. Nimalaringizni ko'tarib, yotgan ko'plaringizni yudib soqchiga borasiz. Bu yerda agar biz matematikalik hisob bo'yicha qilsak, masalan, biz deymiz 3 millionga yaqin Uyg'ur tutildi deymiz. 3 millionga yaqin odamni Xitoy hukumati agar odam bilan tutish to'g'ri kelsa, uyga berib tutish to'g'ri kelsa, uni tutib bo'lmaydi bir yildimi? Uning yo'lda ketadi, u odamning uyiga boradi, beshi qor xalт keldi, elib mangdi, uning odam yetishmaydi. Bu nima bo'ldi desangiz, shu butunlay cho'ng sonliq ma'lumotlar bir orqali o'zingizning qo'lingizdagi telefoningiz sizni tutib berdi. Qo'lingiz telefoningiz uchir keldi. Siz yotgan ko'pingizni ko'tarib, oylik 300 so'm pul to'laydi ekansiz. Pulingizni o'zingiz ko'tarib, yibavkaringizni, davolanish kartangizni ko'tarib texe. Og'rib qolsangiz, pulingiz olmaydi ekan. Uni ko'tarib bordiginga. Hergizmi bu yerda soqchi berib, Qur'onni danglab tutgan ish yo'q. Unda ishim bor. Texnologiya shunday qilyapti. Biz endi Facebook deymiz, Twitter deymiz, Instagram deymiz. Ularning hammasi o'zimizning qo'shal qoramlik bilan bağa yerimiz, yegan narsamiz, oilamiz, balalarimizning rasmlari, o'zimizning uchurlarimiz shunchalik bir qarshi bir ahmoqlikdek hamda shunda bes-besda bütün biz o'zimizga oid shaxsiy uchurlarimizni beryapmiz. Buni nega ketadi hamda Xudo o'ziga omonat deb shunday bir alomatga minib ketyapmiz. Dunyo nega bordi? Buni biroz diqqat qilishimiz kerak bo'libmi? Endi mana gap mushakib qolg'ashqa deb qo'yay. Balalarimizningki uchurlarimizni menimcha biroz o'ttirliqqa nim qilsak degan niyatdaman endi balalarimizningki chunki hozir ular kichik o'g'ashqa
Ular çoğunganda özür qandaq şundaq qılsın əmdi. Ularnınki Evet, resimleri, evet. ularga ait närselerini ata-ana çoqqum saklaş gerek. Ularning ruhsati bolmasdan turup, ularning resimlerini koymaslik gerek. Bupmu Uygurlar bekrek diqqat qilishimiz gerek. Çünki bizning düşmanimizning qo'ldagi imkonlarni hammamiz bilamiz. Qandaq Evet. qilib bu texnologiyadan rezillik bilan foydalanib ketayotganligini bilamiz. Shuning uchun balalarimizning uchurlarini ötünüp qalay, biraz o'ttirliq nim qilmasanglar, balalarni ko'rsatmasanglar degan niyetdemen. Endi Ben bu bir gapni qo'shib o'sha hujjatlarniki yerda. Men Hı, bir qizqarliq ishni bayqadim. Kishilar o'zi namoyish chiqarmay ko'k bayroqni ko'tarib, bolalarini chiqartib rasm tortib qo'ydi ekan. Men bak undaq odamlarni agar men bo'lsam, uni child abuse deymiz. Bolalarni u to'g'ri emas. O'zingiz ko'tarmagan bayroqni deb bolangizni ko'tarib qo'yasiz. O'zingiz ko'tarib chiqing, bolangiz qo'lingizda tutsin. Men shundan hayron qolman, xalqlar nimaga chiqarib qo'ydi? Ko'pincha bolalariga ko'k bayroqni ko'targizib qo'ygan kishilar bolalarini o'smay chiqarib qo'ydi ekan. Balanız ko'targan ko'k bayroqni siz ko'tarolmaydi ekansiz. Nima ish balangiz ko'tarib qo'ysangiz, balangiz asli siz o'zingiz ko'tarsangiz, balangiz keyningizdan ko'taradi. hı. Acaba siz voz kechib bayroq ko'tarishdan kichikkina balangizni bayroq ko'tarib qo'ymoqchiman, u balaning beshiga o'zi ko'tarolmaydigan yukni yuklab, u balalar siz qilmagan ishni balalar qilsinmi? Bu balalarni qilish o'zingizning vatanparvarligini ko'rsatganingiz kelsa, sabiy balangizni qilmay, o'zingiz chiqing. Ondan balangiz keynini ergashsin. İnsan mushta taraqqiy qildi dunyo degandan keyin. Dadasining keynidan bolasi mangdi. Nerede onda shu balangizni chiqarib qo'yib, o'zingiz keyniga o'tib oldigan? Shu ba'zi narsalarni tushunmaganligimizdan hamda ba'zi narsani tushunmaymiz. Onun keyin jasoratimiz bek yo'qki, bugunlar qilishimizning sababimi işte jasoratsiz bir alayligimizin ko'proq eg'ir besib ketganligidan deb o'ylayman. Bu hujjatlarning hamda bizningki da'vorimizda bizningki Xitoyning qilayotgan zulmini dunyoga anglasa qandaq ahamiyati bor? Biraz so'zlab o'tib ketdingiz, hamda buni konkret vaqtimiz 1 soatni eshiyotidu. Konkretlab qo'yganmisiz? Bu favqulodda muhim endi. Buning muhim bo'lishi nima desangiz, burunqi tizimliklarda bunda rasm yo'q. Masalan, burun qarqash hujjatlari chiqqan, Xinjiang file deb ism qo'yildi, Xinjiang hujjatlari chiqqan. Ondan Shanxay tizimligi chiqdi. Bularning hech qaysida rasm yo'q. Bu birisi. Bir buning farqini desak. Ikkinchisi, bularning hech qaysida shu lagerlarning, qamoqxonalarning ichidan chiqqan paket yo'q. Uchinchisi, bu lager sistemasi, bu irqiy qirg'inchilikqa buyruq qilayotgan kim degan yetarli isbot yo'q. Ya'ni hammalar deymiz, ma'lum isbot bor, lekin yetarli isbot yo'q. Bu qitim masalan buning buyruqniki Xi Jinpingning kelganligini Zhao Keji deydi. Ondan bu Xi Jinpingning gapini nima takrorlaydi? Chunchongo takrorlaydi. Demak, bu yerdagi masala Xi Jinpingdan kelgan markaziy hukumat bevosita buyruq qilgan. Bu yerlikdagi Chunchongo, u Zhu Hailun, u qolgan boshliqlar faqat uni shu shaklda buyruq bo'yicha ijro qilgan. Bu birisi. İkincisi, burunqi e'lon qilgan ma'lumotlarda son bu qadar kishini cho'chkidek emas. Masalan, Qarqash hujjatlar desak, uningda 3000 dan ortiq odamning ismligi bor. Bu nimada mana Xinjiang file deb ism qo'yganda 29 ming odamning tutilganligiga doir ma'lumot bor. Yo'q, 24 ming. 23 Ya'ni ming. 23 ming oshdi. 23 ming. Ha. Lekin buningda maningda 300 mingdan ortiq odamningki ma'lumotning borligi tilga ilindi. Bular nihoyatda Undan muhim boshqa hujjatlar haqiqatan. undan boshqa buninki shu xizmatning qanday masalan lagerni kim loyiladi? Markaziy hukumat, Xitoy hukumati. Kim ijro qildi? Atalmış Şinjan'daki amaldorlar. Andan bu Hukumat qanday ijro organlari qilindi? yani. Hukumat organlari. Ham qanday ijro qilindi? Desa, ijro qilinish qoidasi bor uning texi. Manda ijro qilamiz. Endi konkret kim ijro qildi? Soqchilar. Soqchilarning qoidalari nima? Mana bu. Kim shuning ziyonkashlikka uchradi? Kishilar va kishilarning ismi. Shuni biz bu irqiy qirg'inchilikningki bir to'liq nima deymiz buni bir to'liq qo'llanmasi bu. Irqiy qirg'inchilik qo'llanmasi. Bu qo'llanmani
hamma narsa o'z ichiga olgan. Irqiy qirg'inchilik turkisi klauzu. Buning ichida hamma narsa bor. Buni murassa qiladigan, munozara qiladigan, talash tortish qiladigan hech qanday yeri yo'q buningki. Hammasi shu hukumatning vujudi, hammasi yil, oy, kun, hamma narsa bakiniq. Endi bu yerdagi qiladigan narsa faqat harakatlam qoldi. Mayli g'arb dunyosiga bo'lsin, mayli azob chekayotgan Uyg'urlarga bo'lsin, harakat qilishdan qoldi. Mushni hamda bu yerda masala bor. Birisi Uyg'urlarning bu hujjatlarni tirildirish masalasi, ya'ni hujjatlardagi sonni, xatlarni odamga aylantirish, hikoyaga aylantirish masalasi. Ikkinchisi shu paketga ishongan, masalan, BDTga o'xshash xalqaro organlarning, garchi hozir rolini joriy qildirmayotgan bo'lsa-mu, g'arb demokratik davlatlarining kishilik, masalan, bu irqiy qirg'inchilik deb chakalab qo'ysa bo'lmaydi. Irqiy qirg'inchilik degandan-ki oldin elish kerak. Uning allaqachon irqiy qirg'inchilikni qanday qilish kerak degan bekitilgan. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasida irqiy qirg'inchilikqa ta'bir berishdan boshqa irqiy qirg'inchilik yuz bergan chog'da qanday qilish kerakligini bekitilgan. Agar shu davlatlar shunga imzo qo'ygandan keyin irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilgan 9 davlat e'tirof qilib bo'ldi qilmaslik kerak uningki. E'tirof qilib bo'lgandan keyin uni irqiy qirg'inchilik uchirgan millatga qanday qilish kerak? Qanday oldini olish kerak? Buning nimasini qilish kerak? Masalan, Amerika hukumatı irqiy qirg'inchilikda bu deb qo'ygan bilan qiyin harakat. Ya'ni bu bizning nimaga deyilmaydi deb mayliqqa. Masalan, Amerika hukumatiga da'vatman bu yerda. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmas. Nimasi qina buning harakat qina unda bo'lsa. Agar Amerika hukumati buni e'tirof qilgan bo'lsa, masalan, burun dunyodagi 5 qitimli irqiy qirg'inchilikni Amerika hukumati e'tirof qilgan. Hammasini to'sib qolgan Amerika. Faqat bizga kelgan chog'da bu to'sib qilish qudratiga ega turib, buni texi yetarli nima qilmadi. Masalan, oldin qatim 2 qonun chiqdi. Uyg'ur Policy Act, Uyg'ur Forced Labor Prevention Act. Ya'ni Uyg'ur bu 2 qonun texmush vaqt ijro qilmadi texi. Biz buning hammasida ching turishimiz, irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan Amerikaga ching tutib, sen e'tirof qilgan ekansan buni, demak, buning oldini olishninki konkret tadbirlarni deyishing kerak. 2 qonun chiqargan ekansa, bu qonunni ijro qilishing kerak. Undan bilak davlatlar, masalan, deymiz, 9 davlat hozirgacha irqiy qirg'inchilik dedi, lekin buni non-binding deb, buni mas'uliyatsizlik qildi. Buning mas'uliyatini surishtirishimiz kerak. Ya'ni shuning e'tirof qilgan ekan, buning hamda davlatni yo'q, parlament e'tirof qilgan ekan, ikkinchi qadamda hukumatni e'tirof qildirishimiz kerak. Ya'ni hukumat e'tirof qilsa, undan bu harakatga aylandi. Yandan Amerikaga o'xshash, masalan, bundaqalıqi Uyg'ur siyosat qonuni va Uyg'ur majburiy to'xtatish qonuniga o'xshash qonunlarni shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan 9 davlatni bir-birlab e'tirof qilg'izib, shulardan bir-birlab qonun ma'qullatib, shu hukumatni harakat o'tkazish kerak. Bo'lmasa parlamentning ijro roli yo'q. Parlament faqat qonun tuzadi. Ijro hukumatdan bo'ldi. Endi bu parlamentning e'tirof qilganiga qo'shib o'ltamaymiz. Cho'qim hukumatni e'tirof qilg'izib, harakatga o'tkazamiz. Endi mayli tonilib hujjat chiqsin, bu yerda 2 omil bor. Birisi ziyonkashlik uchirg'uchi, irqiy qirg'inchilik uchirg'uchi millat, ya'ni Uyg'ur. Ikkinchisi irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilg'uchi g'arb demokratik davlatlari. Bu ikki taraf bu masalani hal qila oladi. Ya'ni qanday hal qildi? Uyg'urlar shu paketlarga tayanib o'zining hikoyasini, o'zining paketini, o'zining dardini so'zlaydi. U g'arbdagi demokratik qimmat qarashlarni qonuniga kirgizgan davlatlar bizni insondek ko'rib, bu irqiy qirg'inchilik deyilgan fojiaga o'zining tegishli tadbirini oladi. Bu hujjatlar shu muhimki, bu bizning qo'limizdagi bir qurol. Endi bu qurolni qo'limizga olamdik, olmamdik, bu o'zimizga bog'liq. Bu bizning qo'limizdagi jinoyat paketi. Bu jinoyat paketini sotchiga sunamdik. Yoki ichimizda bilib yig'lab o'ltiramdik. Bu o'zimizga bog'liq. Endi biz qo'zg'alsak dunyo ondan bizning irodamizga asosan harakat qiladi. Ondan bizning qanchalik yilqi Uyg'ur tilida bir mukammal bir so'z bor. Da'vogar sus bo'lsa, qozi mutham bo'lar deb. Ya'ni biz da'vogar sifatida yetarli shohidlarimiz bo'lmasa, u da'vo kimning da'vosi, u paket kimning paketi, u vatandan chiqqan hujjat kimning hujjati. Eng muhim omil yana Uyg'ur xalqining o'ziga bog'liq. Ya'ni shu da'voda qanchalik o'tib chiqish, qachon o'tib chiqish masalasi, shu sizdek, mendek o'zini Uyg'ur sanagan Oshadagi qarindoshlaridan voz kechmagan,
ota-analardan, aka-singillardan vaz kechmagan. Endi vatandagilar mecburi vaz kechtirildi bizden. Endi vatan sirtidagilarning nima uchun vaz kechganligi menga bir sir. Agar vaz kechmagan bo'lsa, mush paketlarni ishlatib, o'tirg'i chiqib, buni bir da'vogar, bir shohid sifatida dunyoga jakarlash kerak. Ondan biz o'zimiz qo'zg'alsak, dunyoni qo'zg'ata olamiz. Biz maydonga chiqsak, dunyoni maydonga chiqara olamiz. Ondan bu irqiy qirg'inchilik to'xtaydi. Bo'lmasa, men hech kimningki bu yerda xotirjam yashayotdi deb ishonmayman. Ko'p zodi bir insonlar bo'lsa, agar uning insonlik yurak so'qiyotganlar bo'lsa, bu azobdan yuragi puchlanayotidi. Lekin yosh to'kib o'ltirish, harakat qilmay, sabab qilmay, duo qilib o'ltirish yoki xuddi boshqalar bo'layotgandek bu zulmni ko'masga silib o'tib ketish hech kimni qutuldirolmaydi. Oxirida men shuning ishiman, bu shu zulmga sukut qilgan odam sarong'ulab qoladi. Shu Xitoyninki qo'li chet eldagilarga nima qilyapti hozir endi sunulib bo'ldi allaqachon. Nurg'un onun odamlari mablag' ajratib chet eldagilarni bir şekilde ba'zi davlatlar qaytarib beryapti ana. Tizimligi bor hammamizning bor deb o'ylayman endi. Shuning uchun biroz vatandagi xalqning beshiga kelgan, vatanning beshiga kelgan, mening beshimga keldi deb o'ylaganimiz hammamiz uchun foydali. Yana bir jihatdan hamda xalqarалық qonunlarni azroq hamda o'qib qo'ysak, azroq bilib qo'ysak foydasi bor. Chunki xalqarada bu demokratik davlatlar deymiz, bular o'zlari qo'l qo'ygan nurg'un qonunlar bor. Cho'qim shu bizningki etnik qirg'inchilik bo'ldi deb sotda shunday chiqdi. Onunki bir necha davlat buni parlamentda qabul qildi. Bular mush qonunlarga bo'ysunish kerak endi. Agar bular buni qilmasa, qonunlarga bo'ysunmagan bo'ladi, mush jihatdan bizningki ular besim ishlatishimiz kerak. Shuning uchun bu qonunlarni bilishimiz kerak, xalqaro qonunlarni bilishimiz kerak. Hozir hamda Uyg'urlarningki qildigan ishlar nayt nurg'un. Har birimizningki o'zimizning kasbimiz bilan munosabatli qonun o'qiganlar bor, texnikalik nimalarni yaxshi bildiganlar bor. Bularning hammasi o'zining qo'ldan keladigan narsani qilish kerak. Ya'ni jim beşimizni içimizga cho'kirib turib olsak, hech kim bizni qutqizib qolamaydi. Bu balo qazo bizning beshimiz keldi. Chet elda yashayotganlarning kebab yeb, polo yeb жүрganlarning beshiga cho'qim keladi. Buni beshiga kelmagan taqdirdami bevosita vijdon azobi degan bir narsa bor-ku, hamda insonlarda vijdon cho'qim bor deb o'ylayman. Har qancha yomon niyatli odam bo'lsa-mu, cho'qim vijdon degan bir narsa bor. Shu odamlarni cazasını şu berdi deb o'ylayman. Bu vicdanim. Xotirjam yashaganda qilgan bilan yurgining bir yerlardan yana echishidi. Shuning uchun buningdan qutulish kerak cho'qim. Buningdan qutulish kerak. Inson bo'lib yaralgan ekanmiz. Cho'qim insonga loyiq yashashimiz kerak endi. Biz muğun nurg'un cho'ng ishlarni qilib ketganimiz yo'q. Endi qo'limizdan keladigan bir narsani qilishga tirishyapmiz endi. Cho'qim yana tirishishimiz kerak. Hammamiz endi o'zimiz yetarli deb, men yetarli deb qaramayman. Cho'qim qo'limizdan keladiganini qilishimiz kerak deb o'ylayman. Hamda vaqtni bir berib qoldi. Abduvali, oxirgi gaplaringiz bo'lsa, 1-2 minutda. Yani deydigan gapingiz bormi? Shu tema qilib qoldi deydigan bir mazmun bormi? Yo'q, bo'lak mazmun yo'q. Hech qanday, masalan, hozirning o'zida yana qiladigan nurg'un ishlar bor. Masalan, deyilgandek qo'limizda nurg'un hujjatlar bor. Buningga mayli har qaysi organ mush vaqtchi hech qaysi organni chetga qoqqan yoki chetga chiqib olgan yerim yo'q. Kim hamkorlashishga chaqirsa, har vaqt biz hamkorlashishga tayyorman, ya'ni hamkorlashishga tayyor. Bu bir dedim-ku sizga 7 soat ara tushirib o'tdim deb. Shu narsani men ko'rib bo'lmadim. Buni bir ko'rdigan odam lozim. Ondan buni ko'rib hech bo'lmagan chog'da shuning ichidagi manbalardan foydalangan odam lozim. Masalan, aramizda balkim har qaysi universitetlarda ishlayotgan professorlar bo'lishi mumkin. Siz agar funding pul projekt olmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun yaxshi bir boylik. Bunda desam yana liqibakni yo'q qilmanglar, lekin tabiiy inson mushta o'ylasa hech nima bo'lmaydi. Men mushundan foydalanib projekt elib qilay desangiz hech yomon ish emas amaliyotda. Bo'lak projektni olasiz, buni onun mushta bir projekt qilib olsangiz, men sizga u materialni hammani ta'minlab beraman. Chunki mening emas u.
Uni shu Xitoy chiqib, Adrian Zenz qatorliq tadqiqotchilarga beribdiki, ular manga ishonib shuni berdi. Siz faqat tadqiqot uchun ishlatsangiz, uni hech qanday nima yo'q. Ya'ni men bu narsani hech qaysini mening deb nima qilib olmayman. Bu birisi. Ikkinchisi, bu materiallar chiqqandan keyin biz guvohchilarni topdik, ya'ni bir guvohchilarni topdik. Oqsuv Ayko'lning guvohchilari bor, nihoyat yaxshi. Ondan Konshanaysining guvohchilari bor. Uchaningmi bor, Shoyaningmi bor. Ya'ni bu material bor, guvohchi bor. Agar siz dokulat yozadigan tadqiqotchi bo'lsangiz, agar masalan o'quvchi, magistr o'quvchi qabul qiladigan, doktor o'quvchi qabul qiladigan professor emas, agar dokulat yozadigan bir tadqiqotchi bo'lsangiz, agar dokulat yozmoqchi bo'lsangiz, bu sizga nihoyat tepilsiz bir material. Buning bilan nihoyat chiroyli dokulat yoza olasiz. Unvoningizga foydasi bo'ldi. Keyin xizmat bağlashdi yil oxirida oliy maktab o'qituvchilar xizmat bağlashga tushadi. Hammalar o'xshash tushimiz ya'ni. Shu chog'da bu nachalik dokulat yozdingiz, nada e'lon qilindi, buning birligi ijtimoiy o'limi degan narsa bor masalan. Bu sizga ta'sir ko'rsatdi. Ana yana birisi, agar faqat o'ylamaganda pul topay desangiz, bu bo'ldi. Mushlarni bir chiroyli tadqiq qilib bir nima qilsangiz, buni qabul qiladigan organlar dunyoda bor. Buni qabul qilsangiz, unda qilsangiz bo'ldi. Menimcha buni mayli qaysi nuqtadan bo'lsin, buni bir ishiltirishgan bo'lsak deyman. Bu tadqiqotchilarga so'zim. Avamga menimcha bizning aytmaganda bu shu 90-yillardan keyin tug'ilgan bolalarning ichida bu Xitoy qo'shnilik ma'rif natijasida Xitoycha bilmaydigan bolalar bek oz. Ya'ni 90dan keyin tug'ilgan bolalarning ko'pinchisi Xitoycha bilmaydi. Maktabga borgan bo'lsa nafada. Siz agar ota-onalaringizningki ahvolini bilib boqay, ularning nima ish qilayotganligini, nada qanchalik qamalganlarini bilib boqay desangiz, buni tirishib boqsangiz, buning nimadanmi bilalaysiz? Shoyid biz to'rdanmi bilalaysiz? Agar u yerdan bilmasangiz, men bilan aloqalashsangiz, men bu narsani yana agar boshqalarga bak nima qilmaslik shart. Chunki u xalqning shaxsiy uchurlari bor. Kimlik nomeri, adresi degan narsa. Endi uni kishilarga berish to'g'ri emas. Endi agar shu va'dani bera olmayman desangiz, buni o'zingiz ko'rib boqsangiz bo'ldi. Endi uchinchisi, mayli u sizning tuqqaningiz bo'lsin, bo'lmasin. Shu rasmli kishilarni siz tanimang, hammasi agar e'tirof qilsangiz, hammamiz bir tilda so'zlaymiz, Uyg'ur tilida. Men Uyg'urlikni inkor qiladigan kishilarni bilaman, lekin ular Uyg'urlikni Uyg'ur tilida inkor qiladi. Men shunday odamlarga bek hayron. Uyg'ur tilida so'zlaydi, men Uyg'ur emas deb turib olgan odamlar bo'ldi. Lekin Uyg'ur tilida deydi shu gapni. Masalan, siz har xil ideyada bo'lishingiz mumkin, har xil fikrda bo'lishingiz mumkin, lekin hech kim bu Xudoyim bergan Uyg'urlikdan voz kechib, bo'lak bir tilda so'zlab bo'lolmaysiz. Unda bo'lgandan keyin shu tilningki ahli bo'lgan shu millatga ozroq bir assingiz bo'lishni ko'zlasangiz, buning ichidagi kishilarning hech bo'lmagan chog'da rasmlarini ko'tarib namoyishga chiqish bersangiz bo'ldi. Ondan masalan buning faoliyatini qilayotgan tashkilotlar bor dunyoda. Mayli Uyg'urlar aralashgan tashkilot bo'lsin. Hatto men shuning hayron qolmay tekshirib baksam, birmi Uyg'ur yo'q, Uyg'ur tashkilotlari bor ekan dunyoda. Chet elliklar qo'ygan, birmi Uyg'ur yo'q ekan. Shunga shularga masalan hech qilmasangiz bir rahmat deb xat yozib qo'ying. Shularning faoliyatiga hammasining ostida donation degan xat bor ekan, iyona degan gap donation degan. Shuni chekib iyona qiling. Ya'ni hech kim, ya'ni men davomli bir ishlarning qilmasligini biz nishonni yo'g'on bekitib etib, vazifani qiyin qilib etib, xalq aralashmayotgan bo'lishi mumkin deb qarab qolaman. Shunga agar mushq aralashishni xohlagan kishilar bo'lsa, buning aralashishining har xil yo'li va masalan faqat qilmasangiz, ashulaqa Nike, Zara degan markalar va vatandagi majburiy emgak chetib qolgan. Shuning ustiga siz bir narsa yezib, bu Uyg'ur emgakçilerinin qon tariga kelgan Uyg'urning qini bilan bulg'angan degan narsani shuningga mixlab qo'ysangiz bo'ldi, do'konlarga kirib. Bu Uyg'urlarningki qini bilan bulg'angan mahsulot degan narsani. Ya'ni agar bir odam qilalayman, qilaman desa, mayli iyoni bersin, mayli rahmat xati yozsin, mayli Xitoy mahsulotlarining ustiga shu nimani choplab qo'ysin, buning Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan munosabat ekanligini. Qildigan ish yomonjiq. Buning qildigan ishninki nimasi? Masalan, Uyg'ur kishilik huquq projektining ostiga mezonliq siz nima ish qila olasiz degan narsa. Shu ishni hamma odam qila oladi. Shunga
Agar biz o'zimizni bir millat deb e'tirof qilsak, bu ishqa millat bo'yicha otlansak, ondan bu millatninki zulmi oxirlashadi. Agar buni siz Mag'firat Kamolning yoki Abdullaevning ishi ekan deb qarasangiz, shularning ishiga aylandi. Bu ish shularning vaqti chiqqan chog'da qilinadi. Onun oxirida bu ish uzoq so'zilib ketadi. Hozirgacha bu bizning mas'ulimizning uzoq so'zilib ketishimi, biz millat sifatida duch kelgan bu qirg'inchilikqa millat sifatida harakatga o'tamadik. Shun uzrab ketdi. Endi buning ismi Samat qirg'inchiligi emas, Oysha qirg'inchiligi emas, Uyg'ur qirg'inchiligi. Agar Uyg'ur sifatida harakat qilsangiz, bu burroq oxirlashadi. Agar siz o'zingizni Samat Mehmet deb qarab, o'zingizningki uydagi tamoqingizga ega bo'lsangiz, bu yo sizdan jiroqlamaydi, yo qutulanmaysiz, yo tashlab qocholmaysiz, mening saranglab ketsiz deganim, vijdoningizga yuzgilanmay psixik kasallab og'rib ketsiz. Agar saqlayishni normal odam bo'lishni ko'rsangiz, masalan, Uyg'urlikmi, mas'uliyatmi, hamma narsa qolsin, men bir normal odam bo'lib yashay desangiz, qo'lingizdan kelganini qilsangiz, bu psixik jihatdan sizni davolaydi. Yaxshilikning insonni davolaydiganligini psixologlar isbotlagan. Yaxshilik insonni davolaydi, psixik jihatdan davolaydi. Faqat hech nima bo'lmasa, bir yaxshilik qilay degan niyatda bo'lsa-mu, yuqori deyilgan ishning xohlagan birini qilib qo'ysangiz, o'zingizni muzgilalaysiz, vijdoningizga muzgilalaysiz, bir normal odam sifatida yashay olasiz. Hammaga rahmat, men xato gap qilgan bo'lsam, gapim eshitib ketgan bo'lsa, hammani kechiringlar. Lekin endi men hammalarninki bir muajiratda dardimiz haqiqatan ig'ir, lekin bu darddan qutulishninki so'zlab qolamiz biroz. O'zim sinab boqqan yo'llarini deb boqdim. Ya'ni mushlarning hammasi men qilib beqib, ya'ni xalqlar deydi, muxbirlar deydi, sen qanday sog'lom yashayapsan, mushundaq mushqadar. Qaranglar, sizlar bilmaysizlar balkim. Mana bu nima, bu qitim soq hujjatlar uchun akamni topdim, qaranglar. Men o'lib ketgan jiyanimni topdim. Shuni o'ylab beqinglar. Yana bu yerda yashayapmiz biz. Oshning hammani ko'rib turib yana yashayapmiz. Nima uchun yashayapmiz desa, biz so'zlaganligimiz uchun hayot yashayapmiz. Zulm qarishtirganligimiz uchun yashayapmiz. Agar zulm qarishtirmay uyda o'tirgan bo'lsam, akamning rasmi, jiyan qizimning rasmi meni yeb sarang qilib atgan bo'ladi. Agar mushu hozirgi bizning oramizda nurg'un qalamqoshlar bor, oshning hammasi zulm shulni sarang qilib atgan. Shular og'zidan chiqayotgan gapning nima ekanligini bilmaydi. Shu men kechirib odatda. Baksat tushunib ketadi, kechirtmish qilsa, u bechoralar og'zidan chiqqan gapning nima ekanligini bilmaydi. To'g'ri deysiz. Butun millat sifatida psixologiyamiz buzilib ketdi, ammo siz deganga o'xshash cho'qim ruhiy jihatdan sog'lom turish uchun bir ishlarni qilishimiz kerak. Chunki bu normal yashagan odam, beshiq kelgan dardlardan azoblanadigan, bir narsalarni qilishga tirishadigan, shunday bir ruhiy kayfiyatda bo'lish kerak-ku. Alloh shunday yaratibdi bizni. Hissiyotchan qilib, xo'shal bo'ladigan, qayg'uradigan, shunday qilib yaratqachqa biz normal yashashimiz uchun ba'zi narsalarga shunday norozi bo'lishimiz kerak. Beşimiz kelayotgan narsalarga nisbatan bir narsa deyishimiz kerak. Haqsizlik uchragan bo'lsak, o'tirib chiqib, vaqirab jaqirishimiz kerak. Shunday emasmi? Bu endi normal inson ekanligimizni ko'rsatadi. Shunchalar azob oqibatga beşimiz kelgan turib, biz agar beşimiz ishimizni tiqib olgan bo'lsak, bu endi ruhiy jihatda anormal ekanligimizni ko'rsatadi. Bu bizning texmi yomon tarafga, salomatlik jihatda texmi yomon tarafga söylep geçişi mümkün. Şunun için hem özümüz güçlük oluşumuz gerek, düşmanımız güçlük. Şunun için biz ruhi cihetten ve cismani cihetten güçlük duruşumuz gerek. Bunun için bu reallıkla bilen, hakikat bilen yüzleşişimiz gerek. Bunun nispeten qanday qilmay deb tedbirlerini o'ylanishimiz gerek. Nayt to'g'ri dediniz. Ko'p rahmat. Qadrli ko'rmanlar, yuqori tema qilingan arxivlardan qaraydigan bo'lsak, beşimizi köyüyotgan otning qanchalik dehshatli ekanligini ko'ramiz. Bugun biroz mush temada so'zlashdik. Endi bu hujjatlar qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkistonning egisi bo'lgan xalqimizni ayol, cho'ng, kichik, qiyir yosh demay, o'smirlar, hatto tek quramiga yetmagan sabiy bolalar demasdan zindonlarga solib oldi Xitoy.
Bularning ichida ziyolilarimiz bor, diniy ulamalarimiz bor, shoir yozuvchilarimiz bor, san'atchilarimiz bor, o'qituvchi o'quvchilarimiz bor, dehqon kasblar bor, ishchi yoki amaldorlar bor. Mush Xitoyga ishlagan amaldorlarmi bor hozir? Qisqasi qarab boqadigan bo'lsak, bir jamiyatni barpo qiladigan butun qatlamdagi kishilar bor. Endi bir millatni, bir jamiyatni butunlay yo'q qildi degan, vayron qildi degan gap bu. Butun qatlamdan hamma odamni javob oldi degan gap. Şu bütün mahalle abiyam Abdüvelim deb ötüp ketdi. Şu kamplarga solup algan gap. Adam qamagan gap koçalarda. Muşunda qabi usullar bilan bizni yo'q qılatıdı. Bularning arsida hech bo'lmasa deb bütün bir millatni o'ylamasanlarmi, sizlarninki urug' tuqqanlaringlar bo'lishi mumkin, qo'lim qo'shninglar bor, do'st birodarlaringlar bor, ustozinglar, o'qituvchilaringlar bor, saboqdoshlaringlar bor, tonish bilishlaringlar bor. Şuna xalqimizni qutquzishda hammamizningki kuchimizni birlashtirishimiz kerak. Moddiy imkoni borlar, moddiy jihatdan, zamoni, vaqti borlar, vaqti jihatdan, bilimi borlar, bilimi jihatdan bor yo'qimizni o'tirib qo'yishimiz kerak. Bor yo'qimizni chuqur o'tirib qo'yishimiz kerak. Shundaq bo'lgan vaqtida bizning qutulishimizdan umid bo'ladi. Bo'lmasa hammamiz har tarafga tassak, bu harvoniki choqi sunudu. Hech kimga foydali emas. Shuning uchun bugünkü programda biraz hissiyatlanıp qolgan bo'lishimiz mumkin. Hissiyatchan ba'zi jumlalarni qurib qolgan bo'lishimiz mumkin. Hamda kechirib o'tasizlar. Ba'zi narsalar biraz og'ir ketgan bo'lsa. Mush yerda oxirlashtiraylik. Vaqtni bir yerga berib qoldi. Hammanglarga rahmat aytaman. Abduvali afandim sizga rahmat aytaman. Ekran oldidagi ko'rurmanlarimga, uningdan keyin nihoyat yaxshi fikrlarni yozganlarga Abduvali efendi bilan qanday aloqa qilishini so'rabdi birlari. Qanday aloqa qilishimiz deb balkim siz javob yozishingiz mumkin. Bu videoning ostida ba'zi nimalar bor, fikrlar bor. Fikr qatnashtirgan hammanglarga ko'p rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi qitimli programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoyimga omonat.